Psixologiya fanida halovat degan tushuncha keng qamrovli tushuncha hisoblanadi. Halovat insonning aslida intilgan maqsadi hisoblanadi. Vrach sifatida masalan halovatni biz ko'pincha bemorlarni asosiy shikoyat shunga bo'ladi, halovatni yo'qotib kelish. Ya'ni eng ko'p uchraydigan shikoyatlardan hisoblanadi. Xavotir, qo'rquv, tushkunlik, o'ziga ishonchsizlik yoki doimiy qayergadir shoshilish. Mana shu shikoyatlar demak halovati yo'q bo'lgan insonlarning asosiy shikoyati. Insonning ichki olami bilan unga ta'sir qilayotgan tashqi olamning o'rtasidagi bir nozik mutanosiblik insonni halovatga olib borishi mumkin yoki aksincha. G'azaliyni asarda keltirilgan satrlar misolida shu bor. Hammasini yoritib berdingizda. Yomonlikka chorlovchi va ezgulikdan qaytaruvchi kuch hisoblanadi. Mana shu bizni bezovta qiladigan, behalovat qiladigan narsa shu amri nafsi amora hisoblanadi. Yurib ketadigan bo'lsa, demak biz to'g'ri nafsimizni puliga aylanib qolamiz. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, siz bilan bugun eng nozik ammo eng muhim tuyg'ulardan biri halovat haqida gaplashamiz. Shiddatli zamonda biz juda ko'p yugurlar ketidan ichimizdagi ana shu eng nozik tuyg'uni halovatni yo'qotib qo'yamiz va bugun biz aynan mana shu haqida suhbatlashamiz. Halovat o'zi nima? Uni nimalar tashkil qiladi? Uni qayerdan topishimiz mumkin? Aynan mana shu mavzu borasida suhbatlashish maqsadida biz studiyaga jamlandik va mehmonimizni sizga tanishtirib o'taman. Mehmonimiz O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi professori, psixologiya fanlari doktori Xo'jageldi Alimov hamda doimiy mutaxassisimiz, shifokor, psixoterapevt, narkolog, psixiatr, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Gavhar Teshaboyeva bo'ladilar. Xush kelibsiz studiyamizga ustoz. Siz bilan bugun demak halovat haqida gaplashamiz va umuman suhbatimiz avvalida bir kengroq tushuncha bersangiz, ilmiy jihatdan halovat o'zi nima? U kayfiyatmi yoki miya faoliyatimi, ruhiy holatmi, nima u o'zi? Bismillah. Savolingiz da uchta variantni siz o'zingiz ta'kidlab o'tyapsiz. Halovat degan tushuncha adabiyotda ham qo'llaniladi, deylik boshqa bir sohalarda ham qo'llanilishi mumkin, lekin psixologiya fanida halovat degan tushuncha keng qamrovli tushuncha hisoblanadi va bizda insonning hissiy emotsional sohasiga kiradigan tushuncha. Halovat bu insonning ichki va tashqi hayotining ichki va tashqi jihatlarining mutanosibligi orqasida keladigan bir jihat. Inson ikkita qismdan iborat. Birinchisi uning ruhiy olami, o'zining ichki kechinmalari, tuyg'ulari, tafakkuri, deylik o'sha xayoli va hokazolar bo'ladigan bo'lsa, unga ta'sir qiladigan tashqi muhit bor. Mana shu ikkalasi o'rtasida, ya'ni insonning ichki olami bilan unga ta'sir qilayotgan tashqi olamning o'rtasidagi bir nozik mutanosiblik insonni halovatga olib borishi mumkin yoki aksincha halovatsizlikka olib borishi mumkin. Halovatga yaqin terminlarni bizni fanimizda qo'llashadi. Masalan, o'sha halovatni buzadigan holatlardan bittasi xavotir tuyg'usidir. Xavotir tuyg'usi insonning doimo ruhiy holatida unga salbiy ta'sir qiladi va unda bezovtalik chaqiradi va bu bezovtalik doimiy holda inson ruhiyatiga ta'sir qiladi va turli tuman ruhiy kechinmalar darajasida turli tuman ruhiy kasalliklarni, chetga og'ishlarini keltirib chiqarishi mumkin deb o'ylayman. Halovat insonning aslida intilgan maqsadi hisoblanadi. Inson bu hayotda yashar ekan, imkon qadar halovat bilan yashashga, ichki bir ziddiyatlar, nizolardan yiroq bo'lishga va mana shu halovat topishning orqasidan haqiqiy ma'noda inson o'zining baxtini topishi mumkin degan fikrga borishi mumkin. Endi yana bitta masalaga e'tiborni qaratishimiz kerak. Insonning ichidagi nizolar ko'pincha halovatni buzadigan holatlar bo'ladi.
Demak, insonning ichidagi ruhiy holatlar, buzilish holatlari, nizolar natijasida paydo bo'ladigan o'sha ruhiy salbiy kechinmalar insonni halovatsiz holga olib qo'yadi va insondagi o'sha katta, yuksak darajadagi halovatni demak yo'qqa chiqarishi mumkin. Holbuki inson halovat bilan yashar ekan, undagi ruhiy holatlardan tashqari o'sha ruhiy holatlarning ta'siri o'laroq jismoniy holatlarda ham yaxshi bir ijobiy holatlar kuzatiladi. Ya'ni biz ko'pincha ruhiy holatlarimizni, halovatimizni ma'lum bir miya faoliyati bilan yoki bo'lmasa insonning jismoniy bir holatlari bilan bog'lagan holda tushuntiramiz va bu ham qisman to'g'ri, lekin aksincha ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ruhiy halovatsizligimiz bizni jismoniy holatlarimizga salbiy ta'sir ko'rsatib, turli-tuman o'sha deylik jismoniy kasalliklargacha olib borishi mumkin bo'ladigan holatlarni chaqirishi mumkin deb o'ylayman. Vrach sifatida, masalan, halovatni biz ko'pincha bemorlarni asosiy shikoyati shunaqa bo'ladi: halovatim yo'qoldi deb kelishadi. Ya'ni, eng ko'p uchraydigan shikoyatlardan desa bo'ladi. Demak, halovat yo'qoldimi, so'raymiz, nima bezovta qilyapti? Xavotir, qo'rquv, tushkunlik, o'ziga ishonchsizlik yoki doimiy qayergadir shoshilish. Mana shu shikoyatlar demak halovati yo'q bo'lgan insonlarning asosiy shikoyati. Demak, halovat bu insonni ruhiy holati va o'sha ustoz aytganlaridek tanasi va ruhiyatini bir-biri bilan muvozanatda ishlagan holati desak, manimcha to'g'ri bo'ladi. Va eng katta o'sha muammolardan biri bugungi kunda halovatsizlik. Ya'ni, hayot tez o'tyapti, informatsiya ko'p, ma'lumotlar ko'p, ulgurmayapmiz va inson hozir va shu yerda yashashini unutib qo'yyapti. Mana shu joydan kelib chiqadi deb o'ylayman halovatsizlik. Endi men o'zim tajribamdan bir xulosa qilib aytadigan bo'lsam, biz hozir va shu yerda yashashni bilmayapmiz-da. Ya'ni har doim yoki shoshilamiz kelajakka yoki o'tmishni o'ylab qayg'uramiz. Mana shu holatlar bizni hozirgi paytimizda halovatimizni tahdid solayotgan bir omillardan qarasak bo'ladi. Endi miya tadqiqotlari nuqtai nazaridan masalan halovatda insonni neyromediatorlarni balansi bo'ladi. Ya'ni dopamin, serotonin, adrenalin, noradrenalin hamma neyromediatorlar bir-biriga balanslashgan muvozanatda ishlaydi. Qaysi biridir ko'payib ketsa, masalan deylik serotonin ko'payib ketadigan bo'lsa, insonda maniakal holat yuzaga keladi. Bu endi halovat yo'qoldi. Yoki dopamin ko'payib ketadigan bo'lsa, qaramlik holati yuzaga kelishi mumkin. Shunga o'xshash holatlar. Demak, bugungi kunda kelayotgan 90% menga murojaat qilayotgan bemorlarning asosiy shikoyati halovatsizlik. Demak, halovat yo'q joyda buni aksi bo'ladi. Ya'ni yoki xavotir, yoki qo'rquv, yoki tushkunlik, yoki qayg'u. Va asosiy o'sha kasalliklarni biz davolaganimizdan keyin insonda sekin-sekin xotirjamlik, halovat paydo bo'ladi va asosiysi bemorlarimizga hozir va shu yerda shukr hissini, qanoat hissini, o'sha halovatga yetish yo'llarini sekin-astalik bilan o'rgatiladi mutaxassis sifatida. Mani tushunchamda oddiy so'z bilan aytganda halovat shu. Umuman halovatli inson nimani his qiladi o'zi aslida? Inson halovatini topganda uning ruhiy olamida go'zal bir mutanosiblik kuzatiladi, uyg'unlik kuzatiladi. Ham tilida aytganda garmoniya kuzatiladi. Ya'ni insonning ruhiy olamini tashkil qilgan, ichki olamini tashkil qilgan barcha unsurlar o'rtasidagi buyuk bir kelishuv sodir bo'ladi. Hozir shuni aytyapman, esimga Imom G'azzoliyning Kimyoi saodat asarida bir misol esimga tushib ketdi. Imom G'azzoliy aytadiki, insonga Alloh subhanahu va taolo vujud saltanatini berib qo'ydi. Insonning vujudi ham deydi bir saltanatga o'xshaydi. Va har qanday saltanatda bo'lgani singari deydi, inson vujudining ham har qanday saltanatda bo'lgani singari, podshoh bo'lgani singari, inson vujudining ham podshosi bor deydi. Uning nomini qalb deb atashadi. Har qanday saltanatda vazir bo'lganligi singari deydi, insonning vujud saltanatining ham vaziri bor deydi. Uning nomini aql deb qo'yishadi.
va har qanday saltanatda fuqarolar bo'lganligi singari insonning vujud saltanatining ham fuqarolari bor deydi. Ular ko'z, qo'l, oyoq, til va hokazo. Va har qanday saltanatda lashkar bo'lgani singari vujud saltanatining ham lashkarlari bor deydi. Uning nomini g'azab deb qo'yishgan deydi. Bu lashkarni qo'yib yuborsangiz qancha joylarni, qalblarni vayron qilib tashlashi mumkin. Endi tasavvur qiling deydi Imom G'azzoliy. Podshoh odil bo'lsa, uning vaziri o'zining shaxsiy manfaatlaridan saltanat manfaatini ustun qo'yadigan bir vazir bo'lsa, fuqarolar podshohga mutlaqo bo'ysunsa deydi. Lashkar unga mutlaqo bo'ysunsa deydi. Mana shu saltanatda haqiqiy ma'noda xotirjamlik, tinchlik va farovonlik bo'ladi. Aksincha bo'lsa deydi. Aksincha bo'lsa-chi deydi. Podshohga xizmat qilayotgan vazir o'zining shaxsiy manfaatlaridan davlat yoki saltanat manfaatlarini past qo'ysa deydi, baland qo'ysa deydi. O'zining shaxsiy manfaatlarini ustun qo'ysa hamma narsadan. Fuqarolar bo'ysunmasa deydi. Borma degan joyga borsa oyoqlari deydi. Qaramagan degan joyga qarasa deydi. Aytma degan gapni aytsa deydi. Eshitma degan gapni eshitsa deydi. Yoki bo'lmasa lashkarlar ham podshohga bo'ysunmasa deydi. Ya'ni bir g'azabi kelganda uni to'xtatib tura olmasa podshoh bas qil deganda bas qilmasa deydi. Va qanchadan qancha ko'ngillarni vayron qilib kelsa deydi. Bu saltanat qanaqa saltanat bo'ladi deydi. Bu saltanatda na xotirjamlik, na tinchlik, na farovonlik bo'ladi deydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha inson vujudini tashkil qilgan qalb, aql, fuqarolar degani o'sha bizning vujudimizni tashkil qilgan turli-tuman a'zolar masalan, va g'azabimiz masalan, mana shularning hammasining o'rtasidagi ulug' bir, ulkan bir mutanosiblik, uyg'unlik, bir-biri bilan tinch totuvligi mana shu halovatni beradi insonga ichki jihatida. Va bu narsa mening nazarimda bugungi zamonda eng qadrlanadigan qadriyatlardan biriga aylanib qoldi. Chunki jamiyatimiz juda tezlashib ketdi. Axborot zamoni bo'ldi. Ma'lumotlar judayam ko'p va tez yetib keladigan bo'ldi. Eng yomoni tez yetib keladigan bu ma'lumotlarda tizim yo'q. Tizim yo'q. Mana shu eng xatarlisi shu. Ya'ni turli-tuman ma'lumotlar, tizimlashtirilmagan ma'lumotlarni olish barobarida insonning qalbida xotirjamlik yo'qolib bordi. Va natijada bugungi kunda mana shu halovat deb aytyapmiz. Halovat mening nazarimda eng muhim, eng kerak bo'lgan qadriyatlardan biriga aylandi. Suhbatimiz agar natija bersa, inshaalloh mana shu suhbatimizdan kimlardir manfaat ko'rsa, xursand bo'ladigan bo'ladi. Halovat topsa suhbatimiz. Imom G'azzoliy eng chiroyli ta'riflagan. Albatta. Biz bugungi loyihada yoritmoqchi bo'lgan nima gapni gapirmoqchi bo'lsak, bir G'azzoliyni misolida, G'azzoliyni asarda keltirilgan satrlar misolida shundoq hammasini yoritib berdingiz-da. Endi juda ham bir chiroyli nima bo'ldi, Gavhar? Mana Alloh taolo bu olamni sinov dunyosi sifatida belgiladida va shu sinovni sinov deb o'tkazish uchun insonning ichiga nafsi ammorani joylab qo'ydi. Nafsi ammora bu nima? Bu insonlarni yomonlikka chorlovchi va ezgulikdan qaytaruvchi kuch hisoblanadi. Mana shu bizni bezovta qiladigan, behalovat qiladigan narsa shu nafsi ammora hisoblanadi. Va bu bilan kurashishga to'g'ri kelgan. Eng yaxshi yo'li kurashning o'shani umuman butunlay yo'q qilib tashlash. Lekin bu variant to'g'ri kelmas ekan, chunki Alloh taolo o'zining buyuk hikmati bilan nafsi ammoraga bir qancha vazifalar yuklaganki, bu vazifalarni nafsi ammora ado qilish barobarida bizning jismoniy salomatligimizni ta'minlaydi, avlodlarimizning davom etishini ta'minlaydi. Bunday vazifalarni nafsi ammoraga yuklab qo'ydi. Masalan, yemoq, ichmoq, nafas olmoq, masalan, va avlodlarni davom ettirmoq. Mana shunday bir buyuk vazifalarni berdi. Demak,
bizni piri-pironlarimiz, ulug'larimiz bundan voz kechish orqali undan davolanish mumkin emasligini his qildida, endi bitta yo'l qoldi, u ham bo'lsa tarbiyalash yo'li. Nafsni poklash yo'li. Faqat shu yo'l bilangina biz ruhiy xotirjamlikka va halovatga erishishimiz mumkin deb. Va shuning uchun ham hozir mana Gavhara juda to'g'ri aytdi. Nafsi mutmainnaga erishgan odam u buyuk bir xotirjam va buyuk bir halovatli inson bo'lsa kerak deyapti. Darhaqiqat shu to'g'ri. Demak, buyuklarimizdan, ulug'larimizdan demak o'rnak oladigan katta bir ibrat shuki, shu bizni doimiy behalovat qiladigan nafsi ammorani tarbiyalash yo'li, poklash yo'li va uni ertaga hatto sizga foyda keltiradigan maqomga, darajaga yetkazish yo'li ekan. Mana shu eng nozik nuqtasi deb o'ylayman halovatni topish uchun nafsni poklash va uni tarbiyalash yo'lidan borish kerak degan fikrdaman. Rahmat. Bu bo'yicha neyropsixologlar ham tadqiqot o'tkazishgan ekan. Mana shu endi agar bugun mantiqan bog'laydigan bo'lsak, mana ustoz sizni ham fikrlaringiz muhim. O'sha amigdalada hissiyotlar ishlab chiqariladi. Ya'ni nafsi ammoraga xos bo'lgan g'azab, nafrat, hasad, kibr va prefrontal korteks ko'proq o'z-o'zini nazorat qilish va irodaga javob berar ekan. Buni endi nafsi lavvomaga o'xshatsak bo'ladimi? Ya'ni qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'riligini tahlil qilish prefrontal korteksga yuklatilar ekan. Mana shu korteks agar bizda yaxshi rivojlangan bo'lsa, biz amigdalani faoliyatini yaxshi nazorat qilish imkoniyatimiz bo'lar ekan. Ya'ni ko'pincha ruhiy bemorlarda mana shu o'rtasidagi muvozanat buzilgan bo'ladi. Ya'ni amigdala birinchi bo'lib o'sha hissiyotimizga kuchli hissiyotni chiqarib beradi va biz o'sha g'azab bo'ladimi yoki o'sha nafrat bo'ladimi, o'shani birdaniga chiqarib yonimizdagi insonga zarar yetkazadigan bo'lsak yoki o'sha ammorani aytganini qilib noto'g'ri yo'lga yurib ketadigan bo'lsak, demak biz to'g'ridan to'g'ri nafsimizni quliga aylanib qolamiz. Endi xotirjamlikka chiqish yo'li bu ammora, lavvoma, mulhima, mutmainna bo'lyapti. To'g'rimi ustoz? Shunday. Qur'oni Ya'ni Karimda keladi. Demak o'sha 4 ta yo'lni bosib o'tganimizdan keyingina mutmainnaga chiqsak, demak o'shanda haqiqiy halovatni topamiz. Shu bo'yicha bir yurak transplantatsiyasi bo'yicha o'tkazilgan nimani hamma joyda aytaman ustoz. O'sha bir odamni yuragi boshqa odamga o'tkazilganda, ilgariga o'sha retsipient deymiz, donor deymiz. O'sha retsipiyentni xulqidagi hissiyotlar ham, xulqidagi o'ziga xosliklar ham yangi egasiga o'tibdi-da. Ya'ni bu bilan yurak, ya'ni biz qalb, halovat qalbga bog'laymiz hozir ko'proq. Demak, yurak nafaqat o'sha qon haydab beruvchi organ, balki insonni qalbiga ham javob berilishini mana shu bitta ikkita operatsiyalar natijasi ko'rsatganda. Ya'ni biz masalan hissiyot deganda faqat miyani tushunamiz. Yurak deganda faqat o'sha shifokor sifatida masalan qon haydash funksiyasi tushuniladi aslida, lekin bu bir-biriga bog'liqligi. Demak, halovatni miya va qalb o'rtasidagi uyg'unlik desak bo'ladimi ustoz? Bo'ladi. Bo'ladi. Ana hozir men shu gaplaringiz Rumiyning bir nimalarini esimga tushirib oldi. Bir ichindagi asarida yozgan bir holatlari bor. Shu qiziq bir tushuntirib bergan. Aytadiki, inson ikkita unsurdan tashkil topgan deydi. Ruh va vujud deydi. Endi shu ruh bilan vujudning o'rtasidagi mutanosiblik insonning ichki garmoniyasini, uyg'unligini ta'minlab beradi va demak halovatni ham ta'minlab beradi. Endi juda qiziq bir o'xshatish qiladi. Aytadiki, ruh deydi, ruh misoli chavandoz deydi. Vujud deydi, misoli deydi, ot deydi. Ikkalasi deydi bir go'zal bir manzilga yetish kerak deydi. Shunda deydi, ikkalasi ham to'yingan bo'lishi kerak manzilga yetish uchun deydi. Ikkalasi ham to'yingan bo'lishi kerak. Agar ot shalpayib yotgan bo'lsa, ma'lum bir joyga borib gurs etib qulaydi-yu, o'sha chavandoz manzilga yetolmay qoladi. Yoki aksincha bo'lsa, ya'ni ot pishqirib yotsa-yu, chavandoz shalpayib yotsa, u ham manzilni topa olmaydi, chunki manzilning adresini ruhga qo'yilgan. Chavandoz biladi qayerga borishini. Ot bir joyga olib borib tashlaydi, taqillatsangiz mutlaqo boshqa bir manzildan chiqib qolasiz. Buni biz ham aytishimiz mumkin. Rumiy bundan-da chuqur kirib boradi. Rumiyona gaplar hali oldinda. U kishi aytadiki,
insonlarni deydi bitta katta xatosi bor deydi. İnsonlarda bitta katta xato bor. Ularning xatosi nimada deydi. Mana biz aytdikki deydi, ikkalasi ham to'yingan bo'lsa manzilga yetib boradi deb aytdik. Ikkalasi ham to'yingan bo'lsa, ya'ni chavandoz ham to'yingan bo'lishi kerak, ot ham to'yingan bo'lishi kerak dedik deydi. Ya'ni ham vujud, ham ruh to'yingan bo'lishi kerak. Va bizning zamonamizning kishilari deydi, eng qizig'i bu 13-asrda zamonamiz degan odamlar xuddi bizning bugungi kunimizga ham to'g'ri keladi. Biz zamonamizda odamlar ham xuddi shunday fikrdalar. Bizni zamonamizning odamlari deydi Rumiy, bitta katta xatoga yo'l qo'yadilar. Ularning xatosi shundaki deydi, otning ozuqasi chavandozga ozuqali qilg'ay deb aytishadi. Holbuki deydi, chavandoz pichan yemaydi, arpa yemaydi. Va bizning zamonamiz odamlari otni shu darajada ko'p boqib, pishqirtirib yuborganki, ular kerak bo'lsa bir kunda 2 marta, 3 marta, 4 martalab oziqlanadilar deydi. Ya'ni vujudimizni mana tasavvur qiling. Siri Soqoltiy degan bir avliyolardan bittasi aytadi. Ovqatlanish ma'nosida aytadiki, hayvonlar deydi, zohidlar deydi bir kunda bir marta ovqat yeydilar. Zohid kimligini bilasiz. Tarki dunyo qilgan odamlar, zohidlar bir kunda bir marta ovqat yeydilar. Odamlar bir kunda 2 marta ovqat yeydilar. Hayvonlar bir kunda 3 marta ovqat yeydilar. Ya'ni zamonamiz odamlari deydi, otlarini shu darajada pishqirtirib yuborgan deydi va ularning xatosi otning ozuqasi chavandozga ozuqali qilg'ay deb o'ylashadi. Holbuki deydi, chavandoz arpa yemaydi, pichan yemaydi deydi. Hamma gap shunda deydi. Shuning uchun ana agar biz deydi ikkalasining ozuqasini ham ta'minlab turadigan bo'lsak, ot bilan chavandoz ikkalasi ham to'yingan bo'lsa, manzilimizga yetib boramiz va halovat topamiz deydi. Qarang, halovat topamiz. Chunki manzilga yetib borildi-da. Manzilga yetib borilgandan keyin insonda halovat paydo bo'ladi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ham o'sha zamonamiz odamlari otning ozuqasini biladilar-u, chavandozning ozuqasi nima ekanligini bilishmaydilar. Shuni bilib olib, ikkalasini ham to'ydirib yashasa, Xudo xolasa, Rumiy aytgandek, o'sha manzilga yetib borilgandan keyingi halovatni topishimiz mumkin deydi-da. Mana halovatga go'zal ta'rif. Demak, aziz do'stlar, mana shu suhbatimiz ostida albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha chavandozning ozuqasi, ya'ni ruhning ozuqasi nima? Bu haqda albatta keyingi suhbatlarimizda gaplashamiz. Bugun esa mehmonimizga, ustozimizga alohida tashakkurimizni izhor etamiz va o'ylaymanki, keyingi suhbatlarimizda mavzuni yana davom ettiramiz, ustoz. Rahmat, salomat bo'ling.